Ramazonni boshlash uchun qoidalar ishlab chiqilgan. Endi to'g'ri, o'shandan keyin ham baribir u hamma davlatlar buni o'ziga tatbiq qilmadi, lekin o'sha yerda bir kelishuvga, bir to'xtamga kelingan. Hozir shularni o'qib bermoqchiman. O'sha yagona hijriy xalqaro hijriy taqvim birligi qurultoyida chiqarilgan qarorlar quyidagicha bo'lgan. Birinchisi, qamariy oylarning boshlanishini aniqlashda asos hilolning ko'z bilan ko'rilishi yoki ko'rilishi mumkin bo'lgan holatdir. Ya'ni bular o'sha qurultoyda asos qilib olingan narsa o'sha hadis sharifga muvofiq ko'z bilan ko'rilishi yoki ko'rilishiga imkoniyat paydo bo'lishi. Ya'ni qaysi sharoitda ko'z bilan ko'riladi? O'sha sharoit yuzaga kelsa ham biz uni ko'rildi deb hisoblaymiz, demoqchi bo'lganlar. Ikkinchisi, hilol ro'yati uchun, hilol ko'rish uchun muayyan joy shart qilinmasligi. Uchinchisi, hilolning ko'z bilan ko'rilishi yoki ko'rilishi mumkin bo'lishi uchun quyidagi 4 ta asosiy shart birgalikda mavjud bo'lishi kerak. Ya'ni endi ko'z bilan ko'rilish uchun 4 ta asosiy shart qo'yiladi, u birgalikda. Quyosh botgan paytda oyning ufqdan ijtimo, ya'ni quyosh bilan oyni bir chiziqqa kelishi holatidan keyin quyosh va oy o'rtasidagi uzoqlashish 8 gradus bo'lishi kerak. Ya'ni ijtimo degan holat bor. Yana quyosh bilan oy bir chiziqda barobar bo'lganda oy tug'ildi, yangi oy tug'ildi, bir chiziqqa kelgandan keyin ular o'rtasida yana ajralish bo'ladi. Ya'ni quyosh botishni boshlaydi. Oy bilan uni o'rtasidagi burchak 8 gradusga kattalashganda birinchi shart shu. Ko'z bilan ko'rish imkoniyati bo'lishi. Ikkinchi shart, quyosh botgan paytda oyning ufqdan balandligi kamida 5 gradus bo'lishi kerak. Endi ikkinchi shart, bu yer sathiga nisbatan quyosh botganda oy tepada turadi. Shu o'rtasidagi burchak hisoblanganda 5 gradus burchak bo'lishi kerak. Ko'z bilan ko'rish imkoniyati bo'lishi uchun. Demak, oy bilan quyosh bir chiziqqa tizilgandan keyin ular o'rtasidagi ajralish burchagi 8 gradus bo'lishi kerak. Quyosh botganda oyni qancha tepada turganligi bu 5 gradus bo'lishi kerak. Ikkita qoida. Uchinchisi, o'sha hilol ko'rish ro'y berishi uchun ijtimo dunyoning eng sharqiy nuqtasi, ya'ni Yangi Zelandiya, Wellington degan joylardan tong otishi vaqtidan oldin sodir bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni boyagi biz quyosh bilan oyni bir nuqtaga kelishi, keyin quyosh botganda oyni 5 gradus tepalikda burchak tepalikda turishi deganimiz eng sharqiy nuqtalarda hali tong otmagan bo'lishi kerak. Tong otib qolsa, chunki kun o'zi yangilanib qolgan bo'ladi, shuning uchun tong otmagan bo'lishi kerak. Tunda, ya'ni sodir bo'lgan bo'lishi kerak. Bu uchinchi shart endi. To'rtinchi shart, yangi qamariy oy boshlanishi Janubiy va Shimoliy Amerika qit'alari asosiy hududlarida amalga oshgan bo'lishi kerak deyilyapti. Ya'ni quruqlik hududlarda shu oyni mana shu shartlarda ko'rish, mana shu shartlar yuzaga chiqsa, ana endi oy ko'rish imkoniyati bor deb hisoblanadi. Uni oyni ko'ra olsak ham, ko'ra olmasak ham ko'rish imkoniyati bo'lgani uchun o'shani oy hilol ko'rindi deb hisoblanishga kelishilgan. Bu demak 2016-yil qurultoyda juda ko'p davlatlar ishtirokida bu qarorga kelingan. Lekin bu hamma davlatlarda o'zlariga qabul qilib ommalashib ketmagan bo'lsa-da, yaqinda Turk davlatlari tashkilotini muftiylar kengashi bor. O'sha muftiylar yig'ilishi bor. O'shani huzurida bizning muftiyimiz Shayx Nuriddin Xalqnazar hazratlarining tashabbuslari bilan o'sha fatvo kengashlari, Turkiy davlatlarining fatvo kengashlarining ham yig'ilishi tashkil qilindi. 3-4 yildan beri bu yig'ilish davom etyapti. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, 3-4 yildan beri O'rta Osiyo davlatlari, Turkiya, Ozarbayjon mamlakatlari bir paytda Ramazon ro'zasini boshlab, bir paytda hayit bo'lyapti. Shu kelishuv asosida bizni mana shu kengashimiz, ya'ni Turkiy davlatlar tashkilotining fatvo kengashi mana shu qurultoyda Turkiyada bo'lib o'tgan xalqaro 2016-yilda o'tgan qurultoyni qoidalarini asos qilib oldik. Hozir o'qigan qoidalarimiz. Shu asosga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ramazon boshlanishi o'shanga bu hisobga olinadi. Bu yil ham shu asoslarga ko'ra hisoblanadi. Ya'ni ba'zilar shunday e'tiroz bor. Ya'ni oldindan bo'lib belgilayapti, oldindan aytayapti degan gaplar bor. Dunyoda juda ko'pchilik davlatlar shu astronomik hisoblar bilan hisoblab ko'radi. Oldindan ma'lum bo'ladi, lekin hilolning ko'rinishi, endi ko'z bilan ko'rinishini mana bu yerda qoidalar bilan belgilab qo'yildi. Aniq hisob-kitoblar bor, necha yillardan beri yuritiladi u.
Shuning uchun biz oldindan o'zimizcha belgilayotgan bo'lmaymiz. Bu qoidalarga ko'ra, o'sha qoida yuzaga chiqsa, oy ko'rinish imkoniyati bo'lsa, shundagina bu narsa e'tiborga olinadi. Shuning uchun bu O'zbekistondagi musulmonlar bu narsadan xotirjam bo'lishlari kerak. Chunki bu haqiqiy ilmiy qoidalarga asoslangan va bu qoidalarning asosida ham yuqorida aytgan hadis sharif turadi. Ya'ni shu ko'z bilan ko'rish yoki ko'rish imkoniyatining paydo bo'lishi. Shunga asoslanadi. Bu juda ham bir kuchli asos, ilmiy asos. Butun 5 ta turkiy davlatlar shu qoidaga ko'ra hozir yuryapti inshaalloh. Bundan keyin ham shunday davom etaveradi. Bunda bir musulmonlar uchun yaxshilik bo'ladi. Birgalikda bu narsa, bunday qilishimiz ham o'zi o'sha bir qarorga kelishimiz musulmonliklarning birlik, musulmonlarning ittifoqi, birligi, o'sha Ramazonni birga boshlash, hayitni birga boshlash masalalari uchun shunday ittifoq qilganmiz. Inshaalloh kelajakda shu butun musulmon davlatlari bu ittifoqqa kelsa, bundan ham yaxshi bo'ladi inshaalloh. Rahmat domla. Demak, bu hozir aytilgan shartlar o'sha astronomik tadqiqotlarda uzoq yillik tajriba, ko'rishlar bilan birga yaqinlashganda oyni ko'rish bilan bog'liq bo'lganligi uchun shunday Ramazon kunlariga yaqinlashtirib e'lon qilinishi. Shunday. Bu yana aytamiz, o'sha bu qarorlar, bu qoidalar asosida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda oyni ko'rib ro'za tutinglar degan hadislar asos qilib olingan. Ya'ni ko'ra olish, ko'rinish qaysi darajada oyni ko'rish imkoniyati bor, shu hisobga olingan. Qolgani ilmiy asoslarga tayanadi. Bu taxminiy, taqribiy narsa emas bu narsalar.